Eski bir tarixga ega bir joylar, qadimiy joylar, Kirxaym degan shaharcha, Germaniyaning oxirgi nuqtalari, buyog'i Avstriyaga yaqin joylar. Xullas kalom, mana bu yerda haykalchada yozilganki 1914-yil, 1918-yillar bedarak yo'qolgan shu posyolkadagi bedarak yo'qolgan insonlarning ismi, familiyasi yozilgan. Qanday bir tarixga ega joylar. Bu mana shu turgan haykalcha, to есть mana bu narsa 1920-yili qurilgan ekan, qurib bitilgan ekan. Bu tasavvur qilyapsizlarmi? Bu asr o'tgan, mana shu asr a. Mana bu yerda o'zlarining mana anaqasi bor. Xudosi. O tepaga laylaklar uy quryapti.